Xitoy atalmış Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq amaldorlarini saylab chiqdi. 27 yanvar Tangritog' to'g'ri bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan Uyg'ur avtonom rayoni 13-chi qitimli xalq qurultiyining birinchi umumiy yig'inini oxirlashtirgan. Yig'inda bu yil Sharqiy Turkiston vaziyatining texmo yomonlashib qolishining bishorati sifatida 1986 yili Xitoy Kommunist partiyasiga kirgan uzoq yillardan beri Oqsu viloyatlik sud mahkamasida yuqori chekka chiqarib hukm kesishda sisiq nom pur ketgan Bahargul Samat atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i bo'lib saylangan. Undan boshqa uzoq yillardan beri barlig'ini Xitoyga atab, Xitoyning siniqidan o'tgan Abduraqib To'mirniyoz siyosiy kengashning muavin raisi bo'lib saylangan. G'arb turklari an'anaviy hamkorlik jamiyati Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. 26 yanvar Türkiye Cumhur Reis yordamchisi Hakan Çavuş o'g'lining ijtimoiy tashkilotlari bilan zich aloqasi bo'lgan bosh maslahatchisi, G'arb turklari an'anaviy hamkorlik jamiyatining muavin raisi Taner Mustafa apandim Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qilgan. Ziyoratda Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon bilan Sharqiy Turkiston ma'arif jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon Chopidagi jamiyat ishxonasida birga bo'ldi. Ziyorat davomida Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Hamda Turkiyadagi Sharqiy Turkistonlik muhojir qarindoshlarimizning bir qancha turlik talablarini Cumhur Reis yordamchisiga yetkazib qo'yish talab qilindi. Xitoyning Yunnanda fuqarolari bilan Xitoy soqchilari to'qnashdi. 26 yanvar Sino xabar markazi bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Yunnan o'lkasi Wuxun noyisida Xitoy soqchilari bilan necha yuz fuqaro to'qnashgan. Xabarda Yunnan o'lkasi Wuxun noyisida soqchilari bilan fuqarolar qattiq to'qnashgan bo'lib, fuqarolar Xitoy soqchilarini tosh, kesaklar bilan urib, soqchilarni qo'rishib olgan va soqchilarni yerga tizilib, yolvurg'ili salgan va soqchi mashinasini chiqvatgan. To'qnashda 10 necha Xitoy soqchisi yaralangan bo'lib, Xitoy bu voqeaning sababini oshkorlamagan. Afrinda nurg'un terrorchi yo'qotildi. 27 yanvar Yangi Akt gazeti bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Turkiyaning Afrindagi Zaytun shayxi harbiy harakatida PKK, PYD va Daesh terrorlik tashkilot a'zolaridan 394 yo'qotilgan. Turkiya armiyasi bosh shtabining bayonotida harakat boshlangan 7 kundan buyon Turkiya armiyasi terrorchilarning 340 nishonini bechit qilgan. Vayron qilingan nishonlar ichida terrorlik tashkilotining panoh joylari, harbiy istiqomlari, qurol isklotlari, avtomobil va boshqa aslahalari borligi. Turkiya armiyasi tarafidan 3 askarning shahid bo'lganligi, 30 askarning yenik yordar bo'lganligi. Turkiya armiyasining qo'llashiga erishgan Erkin Suriya armiyasining 13 kishining shahid bo'lganligi, 24 kishining yaralanganligi bildirilgan.